Bu günlerde Peygamberimiz Müslümanlarga hemminglar tayyorlik qilinglar, pat yaqinda bir yerga safarga chiqamiz deb tayyorlik qilishga tashviq qiladi. Assalamu alaykum aziz qarindoshlarım. Tarixdagi bugungi kun, ya'ni Ramazonning 10-kuni Peygamberimiz Madinada Makka fathisi uchun tayyorlik qilayotgan bir kun edi. Peygamberimiz aslida bu urushni Sha'ban oyida planlab bo'lgan bo'lib, faqat sahobalarga hech narsa demagan. Sahobalar jihad bo'lganligini sezgan, ammo qachon qayerga yurish qilganligini bilmaydi. Chunki bu ish o zamonlarda askeri taktika va jihodiy strategiya jihatdan muhim edi. Bu kunlarda Peygamberimiz Müslümanlarga hemminglar tayyorlik qilinglar, pat yaqinda bir yerga safarga chiqamiz deb tayyorlik qilishga tashviq qiladi. Erlar, ayollar hammasi hozirlanishga boshlaydi. Ammo qayerga safar qilganligi hammaylanga noaniq. Sahobalar Peygamberimizga to'liq ishonganlikdan qayerga boramiz, nima ish qilamiz deb qaqshimasdan tayyorliqlarını başlab etgan. Peygamberimiz bu büyük urushni yushirish uchun boshqa taraflarga kichik guruhlarni avatib qo'ydi. Uningdan boshqa to'rt atrofga istixborot xodimlarini avatib xabar to'playdi. Peygamberimiz jihad safarbarligiga chiqishdan burun bütün tayyorliqlarni bitirib, strategiyalik planlarni tuzib, ma'lumotlarni to'platib, bir qo'mondan qilishga tegishli bo'lgan bütün ishlarni qilib bo'lgandan keyin Allohga duo qilib yo'lga chiqdi. Buningdan boshqa bu tayyorlik jarayonida nurg'un voqealar yuz berdi. Shundaq turuqli Peygamberimiz bütün tayyorliqlarni bitirib bo'lgandan keyin hijratning 8-yili Ramazonning 10-kuni chorshanba asr namozdan keyin 10,000 kishilik qo'shin bilan Madinadan Makkaga qarab yo'lga chiqdi. Bu mushkul safarda Peygamberimiz va 10,000 kishilik qo'shin hammasi ro'zador holatda edi. Ular 6 kun yo'l yurgandan keyin ro'za tutish ularga og'ir kelishga boshlaydi. Makka Madinaga borganlar biladi, u yerning havosi nihoyatda issiq. Odam usopli turadi. 6 kun ro'zador holatda menish to'limi qiyin. Hatta hozirgi kishilar hargiz chiday olmasligi mumkin. Sahobalar hozirgidek havo tangshig'ichlari bor mashinalarda emas, balki ba'zi ot ulag'da mangsa, ko'pinchisi piyoda mangan edi. Peygamberimiz ularga "Sizlar man qarmanglar, meni Alloh rizqlantirib turyotidi, iftor qilib etinglar" deydi. Ammo sahobalar "Sizlar iftor qilmasizlar, bizmi iftor qilmaymiz" deb iftor qilishga unutmaydi. Peygamberimiz o'zi bosh bo'lib iftor qilgandan keyin sahobalar orqa-orqadan iftor qilishga boshlaydi. Ammo orasidan "Men chiday olmayman-go" deb iftor qilishga unutmagan sahobalarni bo'ldi. Peygamberimiz ularga "Men sizlarga eng yaxshi ulgu emasmi? Biz hozir jihad safari ustida turyapmiz. Agar sizlar ro'za sababli ojizlashib ketsanglar, dushman bilan maydonga tushgan vaqtimizda sizlar sababli musulmonlar yengilib qolsa, buning vaboli bilan qandoq yashaysizlar?" deb ularni ogohlantirdi. Bu ogohlantirishdan keyin qo'shinning hammasi to'liq iftor qildi va Peygamberimizdan özür soruşudu. Aziz qarindoshlar, biz bu voqeadan qandoq darslarni ola olamiz? Birinchi, farz ibodatlarga har qandoq vaqtda sal qaralsa bo'lmaydiganligi. Ikkinchi, Peygamberimizning amr farmonlariga mutlaq ergishishning zarur ekanligi. Uchinchi, har bir bosh bo'lg'uchi, mayli u kishi qo'mondan bo'lsin yoki zamonimiz tili bo'yicha aytganda davlat raisi yoki bir millatga bosh bo'lib menayotgan kishilar yoki millatni to'g'ri yo'lga boshlab menayotgan olim ulamolar bo'lsin, avval o'zi qo'lini tiqib beqib, ko'ymaganda boshqalarni da'vat qilish kerak. Bundaq kishilar safning oldida menishi va har qanday ishni o'zidan boshlab qilish kerak. 4-dan umumning g'albisi uchun o'zining manfaatidan boshqalarning manfaatini a'lo bilish kerak. 5-dan haq egalari haqni so'zlab tursa, johillarcha botil ustida ching turib olmaslik lozim. Bu fathi to'g'risida so'zlasam balkim necha soatlab so'zlay olishim mumkin. Ammo bu maqomning qisqaligi va Ramazon bilan munosabati bo'lgan bu bir necha voqea bilanla bugunlik kifoyalanishni to'g'ri deb qaradim. Buningdan boshqa bu voqealarda nurg'un darslar bor. Bu voqealar bizning tarixiy boyliqlarimiz. Buni qanchalik qazib chiqish bizning himmatimizga va payg'ambarimizning yo'liga qanchalik ahamiyat berganligimizga bog'liq qarindishim. Alloh taolo har birimizga tariximizdan ibrat ola oladigan aql, payg'ambarimizning yo'l yo'riqlariga to'liq ergishalaydigan hidoyat, shu hidoyatda qiyomat kungacha tura oladigan sog'lom fikr ato qilsin.